Hammaga assalomu alaykum. Jasurbek Uz kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube foydalanuvchilar. Va mana shunday qo'chqor ishqibozlar. Kelar qo'chqorni 3 dona o'ta doridan yeb qoldi. Mana shuni videosini ham qilib, videoni oxirigacha ko'ringlar. 2 partiya qo'y chiqazamiz. Xudo xolisa narxlari ham arzon bo'ladi. Bugun hafta kuniga payshanba 2025-yil 27-mart. Kelar mana 3 dona zo'ridan. Rosa yem berib boqaman degan obunachilarimiz uchun 3 dona keldi mana. Zo'ridan keldi. Xolos oyoqlik bo'y bastilari uzun asab maza qilib boqadigan variantidan keladi. Dumbalar tikka dumba, bunaqa bosilgan dumba emas. 3 dona, 2 dona sarig'idan, 1 dona qorasidan keladi. Kelar uchilasini bo'y bastiga kelsak, bo'y bastilari 80 dan 80 plus 85, 82 shunaqa turadi. 80 plus kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Rosa yem berib boqadigan variantdan quloqlari xudo xolisa mana butun. Bunaqa kesilgan emas. Mana kelar ko'ringlar, oyoqchan rosa boqadigan variantidan qurbonlikgacha tayyor bo'ladi, xudo xolisa. Yaxshi boqilsa mana o'zlar haqiqiy zo'r, suyakchan variantidan. Yosh oilaga kelsak, yosh oilaga 12 oylik atrofida qo'chqorlar kelar. Mana tish buzishga yaqin, yemga tayyor. Shuni olib yemlaveradigan variantidan. Dumbalar osilgan emas. Ko'ringlar akalar. Xo'p, endi bu narx qiziq, narxiga keladigan bo'lsa, akalar, narxi xudo xolisa 4,5, 4 million 300 naqa narxlar yo'q ekan. Hammasi bir joyda 3 olaman degan obunachilarimizga bo'ladigan narxi 4 million 100 ming so'mdan yetkazib olib borib beriladi. Dastlabkasi tekin. Dastlabkasi muammo yo'q. Kelishilgan narxda holatda bo'yicha dastlabki qilib berilaveradi. 4 million 100 ming so'mdan dastlabkasi Samarqandgacha. U yog'iga ham kelishamiz. Shunga kelishamiz deganim shunga edi. U yog'iga ham kelishamiz akalar. Qo'ylar rosa boqadigan variantida, anaqa semiz emas, ammo ozmoz yemini yeb turgan suyali qo'ylarcha orig'an emas akalar. Kimgadir qiziq bo'lsa bemalol aloqa chiqinglar, xudo xolisa ishlaringizni bitirib beriladi akalar. Yem yeb ichishidan bir hafta 10 kun sinov muddati bor. Yeb ichishida umuman muammo yo'q, sinalgan. Sinab olganman javob qo'ylarga garantiyasini 10 kunga garantiyasini beraveraman, hurmatli obunachilar. Bemalol aloqa chiqinglar akalar. So'zda, videoda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalga yangi mehmonlar bo'lsa, bittadan obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa mana shunaqa qo'chqorlardan SMS tarzida sizlarga ham borib turadi. Yo'qsa telefon qilib olaverasizlar akalar. Xudo xolisa mana 3 dona zo'rida. Qirg'izistonniki bular akalar. Qirg'izistondan oldinroq o'tib, yemini yeb, shu O'zbekiston sharoitiga, havosiga moslashib bo'lgan qo'chqorlar akalar. Ukordorlari hamma yo'lga bo'lgan, olib borishni boqaveradigan variant akalar. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib turish esdan chiqmasin. Hop, ikkinchi partiyaga navbat beramiz akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Puli yengili kelgan. 3 ta puli yengilidan bor. Bu birinchi partiyamizga 3 dona. 4 million 100 ming so'mdan dastlabki Samarqandgacha yetkazib olib berilaveradi akalar. Qo'chqorlar vobshe udor variant. Mana kelar ko'ringlar. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyaga ham 3 dona, ikkita qora kashtanidan, bitta sarig'idan. Jullari 0 ga olingan mashinkada mana. Bo'y bastilariga kelsak, bo'y bastilari 75 plus ga olaverasizlar. Yeb ichidan umuman muammo yo'q. Ana akalar, ko'ringlar yaxshilab. Mashinkada 0 ga olingan, mana. Bir qari junda ichida emas. Hammasini dumbalari chiroyli, yana tikka dumba, ana osilgan dumba emas. Yeb ichishi vobshe zo'r ekan akalar. Yeb ichishiga bir hafta 10 kun sinov muddati bor yana. Bemalol ko'ravering mana. Manqasdan singan chiqqani yo'q. Cho'loq qulog'i yo'q. O'ta sog'lom qo'chqorlar mana. Bo'yini o'lchadim. Bo'yi shu 75 plus ga olaverasizlar bo'yin. Mana. Bularda yosh oilaga akalar 9-10 oylik atrofida qo'chqorlar. Mana. Narxi ham qulay akalar. Narxi vobshe arzon xudo xolisa. Bozorga, bo'yicha solishtirib olasizlar. Xudo xolisa biz kanalda arzon.
Narxi 3,5 million, 3,600 ming so'm narxlar yo'q. Kilosini bir joyda olaman degan odam bo'lsa, 10 million so'mga yetkazib olib borib berilaveradi akalar. Mana. Dastlabkasi ichida bo'ladi akalar. Bemalol qanday qilaverasizlar. Kimgadir yoqqan bo'lsa aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Qo'chqorlarni yetkazib olib borib berish tekin. Qo'ylarni yeb ichishidan bir hafta 10 kun sinov muddati bor akalar. To'g'risi gap 3,5 million so'mga barra qo'ylar ham sotilyapti. Bular barra emas, bular eski qo'y. Yemini yeb, xotirjam yemini yo'radigan variantidan. Mana, qurbonlikqa xotirjam tayyor qilib olsa bo'ladi akalar. Akalar, videoda so'zlarda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalga obuna bo'lib, dedan like bosib turinglar. Xudo xolasa mana shunaqa qo'chqorlardan tez chiqarib turaveramiz akalar. Mana, qo'chqorlarni ko'ringlar. Yaxshilar yurishlarini ko'ringlar akalar. Birorta singan chiqqani yo'q. 10 million so'mga dastlabki Samarqandgacha yetkazib olib borib berilaveradi akalar. Hamma yo'q ko'rinib turibdi, realni mana. Uzoqdan olyapman. Masofa 4 metr masofa bor. Qo'y bilan meni ortimda. Akalar, kattaytirib olishni bilmaymiz biz, o'zimiz realni olamiz. Mana, haytganilar yugurishini qaranglar. Akalar, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, mana shunaqa qo'chqorlardan tez chiqarib turamiz. Bittadan like bosib turinglar. Videoda so'zda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Hammani chorvasiga Alloh taolo baraka bersin. Keyingi video syomkalarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, bundan buyog'i qo'zi sezon boshlanib, qo'zilar deb udorlarni chiqarishda davom etamiz. Bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar.